Bunaqasini faqat kitoblarda o'qigandim. Zamonamizda ham shunaqa inson yashayotganligiga hayron qolib ketdim. Xullas, kasbimizni bilasiz, uy bilan shug'ullanamiz. Bitta aka telefon qildi. Menga pastki qavatdan 2 xonali zo'r remontli uy kerak dedi. Xo'p dedim, ko'rishadigan bo'ldik, ko'rishdik, keldi. Qiziqdim. Aka nimaga desam, pastki qavatdan deganimni sababi dedi. Uzoqdan yosh katta, yosh bolali, kasal insonlar kelishi mumkin dedi. Bu uyni olib, ichiga produktlarni qilib qo'yib, mutlaqo bepulga gостиницада yasholmaydigan, uzoqdan kelgan kasal insonlarga beraman. 1 kun, 3 kun, 10 kun yashab ishlarini bitkazib ketadi deyishdi. Mutlaqo bepulga. 1 yil shunaqa qilamanmi, 3 yil shunaqa qilamanmi? Egasini topib, uyga muhtoj odamni topib, ehson qilaman dedi. Surishtirsam, nechtadir shunaqa uylar bor ekan. Nima demoqchiman? Allohim hammamizni shunaqa saxiylardan qilib qo'ysin. Shu akani ham duo qilib qo'yinglar. Alloh rozi bo'ladigan, Alloh ishlariga baraka beradigan odam bo'lsin. Shunaqa insonga uy sotganimdan shunaqa xursand bo'ldim. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Xursand bo'lasiz.